Asosan 10 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan o'smirlar orasida ko'plab uchrab, absens davomiyligi 2-3 soniyadan 30 soniyagacha davom etishi mumkin. Juvenil absens epilepsiyalar o'smirlik davrida boshlanuvchi, absenslar bilan namoyon bo'luvchi idiopatik epilepsiya hisoblanadi. Juvenil absens epilepsiyalar har doim ham absenslar bilan namoyon bo'lavermaydi. 40-50% holatlarda tonik-klonik qisqarishlar bilan namoyon bo'ladi. Bu holat bolalar absens epilepsiyasi bilan juvenil absens epilepsiyalarini farqlaydi. Bundan tashqari, absenslar soni bolalar absens epilepsiyasida o'nlab, yuzlab bo'lishi mumkin. Juvenil absens epilepsiyalarda esa bu holat 2-3 marta takrorlanishi mumkin. Kasallik asosan 10 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan o'smirlar orasida ko'plab uchrab, absens davomiyligi 2-3 soniyadan 30 soniyagacha davom etishi mumkin. Bunday shikoyat bilan kelgan bemorlarga EEG tekshiruvi tavsiya etiladi va EEG xulosasiga qarab davolash chora-tadbirlari ko'riladi. Sizning farzandingizda yoki yaqinlaringizda shunday holat kuzatilayotgan bo'lsa, biz bilan bog'laning.